Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Barchaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu oyda sabr toqatimiz sinaladigan oylar. Hop do'stlar, hammaga kuch-quvvat tilaymiz. Kunni yaxshi boshlashingizga niyat qilib qolamiz do'stlar. Bu galgi videoroligimizda sizlar bilan O'zbekistonda Uzcard va Uzum banklarini ko'rib chiqamiz do'stlar. Bularda boti bor do'stlar. Shu botlar orqali biz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p do'stlar, kirganingizda start tugmasi chiqadi, telefon raqamingizni jo'natish chiqadi. Shuni telefon raqamingizni jo'natasiz. Tasdiqlagandan so'ng sizda ham mana shunday Uzcardda pul ishlash oynasi ochiladi, fonli oyna ochiladi do'stlar. Bunda biz asosan nima qilamiz? Do'stlarimizni taklif qilgan holda pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop do'stlar, bu yerda asosan do'stlarni chaqirib pul ishlaymiz. Har bitta do'stimiz 75 ming so'mdan ekan do'stlar. 450 million so'm pul qo'yilgan mukofoti. Shu pul tugaguncha Uzcardda aksiya bo'ladi. Shunda ishlab olishi mumkin do'stlar. Bot mazda kommentariyada bo'ladi. Shunchaki kirib, botdan ro'yxatdan o'tib, do'stlarni chaqirgan holda do'stlar ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bir 10-15 taga yaqin odam chaqirishingiz kerak bo'ladi. Shunda minimal kassiga yetasiz do'stlar. Hop, Uzcard balansda o'zingizni balansingizni ko'rishingiz mumkin. Pul yechishda do'stlar admin orqali Uzcard Humo bor do'stlar. 0% Uzcardga, Humoga 3% do'stlar. Minimal summa 950 ming so'm do'stlar. Shu pulga yetgandan so'ng pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin. To'lov loyihalari bor do'stlar. Adminga yozishingiz mumkin. Ishlab qolish kerak do'stlar. Bunaqa botlar kam va tez tugaydi do'stlar. Shuning uchun yaxshi ishlab olish kerak. Hop do'stlar, keyingi botimiz Uzum bank boti do'stlar. Uzum bankdan aksiya ketmoqda do'stlar. Hop do'stlar, dekabr oyida ham mana shunday xabar kelgandi. 100 ming so'mdan yangi foydalanuvchilar uchun do'stlar. Hop, bu do'stlar, bu ham aksiya vaqtinchalik. Yangi foydalanuvchilar bo'lsa, shuni ochib ko'rsangiz 300 ming so'm bonus beradi sizga do'stlar. Bunda o'zingizda havolangizni ularga jo'natishingiz kerak yoki mana shu yerdan olsangiz bo'ladi do'stlar. Uzum bank ilovasini yuklab olib, o'zingizga Uzum bank kartasini yaratib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop do'stlar, bu bot manzili ham kommentariyada bo'ladi. Xohlasangiz o'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Yana bir narsa do'stlar, bu yerda do'stlar Uzum bankda o'z karta olish uchun ham mana shu yerdan slikangizni topsangiz bo'ladi. Bu orqali do'stlar siz Uzum karta chaqirtirsangiz yoki boshqa do'stlaringizga Uzum bankda tavsiya qilib, unga shu karta ochishga yordam bersangiz va kartani olgan paytda sizga 30 ming so'm beradi. Mana bu ilovani ochganligi uchun va do'stlar sizga yana bir haligisi yana 15 ming so'm kartani zakaz qilgani uchun do'stlar. Mana havolangiz orqali virtual karta ochilganda 15 ming so'm agar foydalanuvchi plastik karta olsa 15 ming so'm do'stlar. Jami 45 ming so'm. Bunda ham 10 ta do'stni chaqirsangiz 450 ming so'm ishlab olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buning uchun Uzum karta zakaz qildirishingiz kerak bo'ldi. Ular ham xuddi shunday sizga o'xshab boshqalarga taklif qilib pul ishlab olishlari mumkin bo'ladi do'stlar.
Bunday imkoniyatlarga qo'ldan boy bermaslik kerak, ishlab qolish kerak do'stlar. Uydagi telefonlarga ham zakaz berish mumkin, barchaga mumkin do'stlar. Kartani bir oy ichida olsangiz bo'ladi yoki отказ qilib kelgandan so'ng olmasangiz ham bo'ladi do'stlar. Uni o'zingizga bog'liq. Hop, hozircha shu do'stlar. Barchangizga kun xayrli bo'lsin. Omadli kelsin do'stlar. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib ham Telegram guruhimizga ham obuna bo'lishini so'rab qolar edik do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.